Yo, to'xtab turing uka, men hech narsani tushunmay turibman. Uka, men jamoatchi faolman. Hozir bu kishim fuqaro. Bu ota-onasi ikkisi ham infarkt. Oilada yolg'iz boquvchi, oilaviy sharoitini necha borib qaytdingiz bilasiz. Bu ishlash uchun chet davlatda chiqib o'tiran, lekin buni chegaradan qaytarib o'tibdilar, taqiq bor deb. Hozir mana shu fuqaroning qarzdorligi bormi, yo'qmi bankingizdan? Siz kim bo'lasiz? Yangasi ham bo'laman, jamoatchi faolman, gapiravering. Siz ishonchnomangiz bormi? Ishonchnomani hozir siz so'rab o'tirmang. Men noto'g'ri harakat qilib o'tirgan bo'lsam, men ma'lumot bermayman. Nima uchun bermaysiz? Siz fuqaro emassiz, uchinchi shaxs hisoblanasiz. Uchinchi shaxs emasman. Men aytib o'tiribman sizga. Men jamoatchi faolman deb o'tiribman. Men bu yog'i menga murojaat qilganmi? Masalani internetga olib chiqing deb. Men ikkinchi tomoni kelib o'rganishga majburman. Agar ishonchnoma so'ramang siz mendan. Qayerda bor unaqa ishonchnoma? Jamoatchi faollarda qanaqa ishonchnoma so'rab turibsiz mendan? Siz videoga olmaysizmi? Nima uchun siz videoga olmayman? Yo'q, siz ruxsatingiz Nima uchun videoga chaqir. Chaqiring aqronangizni. Bu aqronalar ham nima boshi o'ntami? Siz bu fuqaroning qarzdorligi bormi yo'qmi bankingizdan? Shunga javob bering. Siz ma'lumot bermayman. Nima uchun bermaysiz ma'lumot? Fuqaro emasizku, to'g'rimi? Yo'q, bu yog'i jabrlanuvchi hozir davlat tomonidan chiqib ketib bilgani yo'q. Nimadan? Chegaradan. Yo'q, siz men shaxsiy mulkimni olsinman yana. Noto'g'ri harakat qilmang. Ma'lumot bering, bermaysizmi? Berish xohlamaysizmi? Ma'lumot bermayman. Nima uchun bermaysiz? Sabab nima? Sabab nima? Siz fuqaro emassiz-ku, yo qarzdor emassiz-ku. Men aytyapman, sizni bankingizdan, mana shu Agrobankdan bir nechta murojaatlar tushib o'tiraman, lekin kelib men o'rganib bilganim yo'q, vaqtim bo'lgani yo'q. Mana bunisi qo'shib tushib o'tiraman hozir. Ha, ayting endi, nima uchun? Sabab nima bu chiqib bilmay o'tirgani? Siz aybdormi, majburiy ijromi, sudmi, shuni ayting. Hammasidan nima uchun ma'lumot berishim kerak? Savol. Qaysi yerda toping? Kim aybdor aka? Mana siz bunga ma'lumot berish Videoga olmang. Yo'q aka. Telefonimni osilma. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli insonlar. Barchangizga xayrli kun va nihoyat sizlarning yordamingiz va ko'magingiz bilan o'sha Agrobankdagi zo'ravon kuch ishlatadigan madaniyatsiz o'sha bank xodimining meni qo'limdan telefonimni urib yuborib, o'chirib yuborib, yana borib ichidagi video dalillarni qasddan o'chirib yuborgan holatidagi videoni, o'chirib yuborgan videosini vastanavit qilib qayta tiklab olishga erishdik va uni mana ko'rdilaringiz. Men uni bu yerda qo'ydim. Rahmat. Xo'jamurodovni kim degan akkauntimizdan kelgan ekan. Google Play'dan kirib vastanavit qilib olish nimasini, funksiyasini yuklaysiz deb mana shu amallarni bajarib mana videoni qayta vastanavit qilib tiklab olishga erishdik va o'zlaringiz video davomida ko'rdilaringiz. U yerda hech qanaqa bir shantaj, montaj, boshqasi nimalar bo'lgani yo'q. Faqat asosiy savol u yerda mana shu fuqaroning sizning bankdan qarzdorligi bormi yoki yo'qmi degan asosiy savol bo'lyapti va mana shu savolga nisbatan u madaniyatsizlik bilan bank siri u edi, bu edi, allan balolar deb o'zini aqli, bilimi yetmaganidan u bank siri bo'lmasa-da bu savol hech qanday bank siriga daxli yo'q. Kim nimalar deb xullas kalom kelib agressivlik bilan huquqbuzarlik, qonunbuzarlik sodir qilgan holda meni qo'limdagi telefonimni udar bilan urib yubordi va videoga e'tibor berib qarasangiz telefon uchib borib taraq-turoq qilib pastga tushgan payti u borib olib oxirgi videoni nimalarida, syomkani oxirgi nimalardagi soniyalarda ko'rgan bo'lsangiz, uni qo'lida va oyoqlari, tuflilari tushib qolgani u yerda sirasi olib u syomkani to'xtatgan. U syomkani to'xtatgandan keyin ham u yerda ancha tortishuv bo'ldi, chunki men uni qo'lga qancha osildim, o'chirma deb u yerda biroz baqir-chaqir nima to'polon bo'ldi. Men uni qo'lga osildim, baribir u erkak kishi, unga bo'yim yetmadi, unga kuchim yetmadi. U bir qo'li bilan meni bosib qayirib turib, ikkinchi qo'li bilan nimani o'sha dalillari, videolari o'chirib yubordi. Bu joylari u nimani syomkani to'xtatib qo'ygandan keyin bu yerlar u zapis qilmagan telefon. Xullas kalom mana shunday holatlar bo'ldi va rahmat sizlarga. Mana jamoatchilik, ya'ni sizlarning yordamingiz bilan bu videoni men nimadan
o'chirilgan fayllardan tiklab olishga erishdim. Ana endi bu yerda bitta akkauntimiz yozyapti. Shahriyormi, go'rmi, balomi, bir darmayetmi, uzr qo'pol bo'lsa, singlim sizni ko'pdan buyon kuzataman, siz har qanday odamni quyushqondan chiqarasiz, u qilasiz, bu qilasiz. Nima qilibman quyushqondan chiqarib? Uni borib haqorat qilibmanmi? Unga o'xshab tajovuzkorlik qilibmanmi? Yoki baqir-chaqir qilibmanmi? Yoki shaxsiyatga tegibmanmi? Men nima qilibman bu yerda? Nima harakat bajaribmanki, u quyushqondan chiqadigan darajada degan ana savol bor. Sen shunchalik meni kuzatay ekaning, sen shunchalik aqlli ekaning, bilimli ekaning, ana shu savolga javob ber. U bittagina savolga toqat qila olmayapti. Mana shu bankdan bu fuqaroning qarzdorligi bormi yoki yo'qmi? Avvaliga videoni men e'tibor bergan bo'lsalaringiz, faqat zapis qilib o'tirganman, uni kameraga ham olmaganman, syomka qilmaganman. O'zim haligi nima fuqaro qarindoshim bo'lganligi uchun yaqinda Rossiyaga jo'nab ketishi uchun u meni dovernost asosida qonuniy vakil qilib ushbu ishlarga qo'yib ketishini aytganidan keyin men o'zimga dalil to'plash maqsadida men uni syomkani zapis qilayotgandim. Uni hech qanday to'g'ridan to'g'ri syomkaga olmaganman. U qachonki oldi qochdi javoblar qilib, gapni aylantirib teskari qilib har xil harakatlar qilib boshlagandan keyin to'g'ri syomkani yuzga qaratdim. Chunki u kimligini, u xodim kimligini olishim kerakdi. Chunki erta bir kun ovoz meniki emas, boshqa degan ham holatlar bo'ladi. Buni faqat dalil sifatida olayotgandim. Lekin ko'rib turganingizdek, u o'zini nazorat qila olmasdan kelib meni qo'limdagi shaxsiy mulkimga tajovuz qilgan holda, o'zini aggressivligini ko'rsatib, qonunbuzarlik sodir qilgan holda udar bilan urib yubordi telefonni va telefon uchib ketishi bilan borib 2 metr oramizda masofa 2 metr edi, devorga urilib telefon taraqlab yerga tushishi bilan sras yugurib borib telefonni olib, nimani to'xtatib, syomkani to'xtatib, ichidagilarni tozalab o'chirib yubordi. Mana shunday holatlar bajardi. Nima qildim bu yerda men uni nimadan chiqaradigan, ramkadan chiqaradigan, nazoratdan chiqaradigan, sani nimang bo'yicha quyushqondan chiqaradigan Shahriyormisan, kimmisan ayt endi mana. Biz ham davlat tashkilotida ishlaymiz, tarbiyachimiz. 30 ta tarbiyalanuvchim bo'lsa qo'limda 30 xil ota-ona boradi har kuni. Har xil vajlar bilan, har xil muammolar bilan, har xil problemalar bilan, har xil sabablar bilan boradi. Buni ichida 30 xil psixologiya, 30 xil xarakter, 30 xil nima bor? Inson ko'rinishidagi, hayvon qiyofasidagilar ham bor. Astag'firullah. Lekin shunday holatlar bo'ladiki, bizda ham bizga borib tuhmatlar qilinadi, haqoratlar qilinadi, janjal qilinadi, boshqa shantaj qilinadi, shovqin qilinadi. Shunday holatlarda biz hech qachon quyushqondan chiqib, bunga o'xshab tajovuzkorlik qilib, o'sha ota-onalarga hujum qilib, tajovuzkorlik qilib, uni yopishib ketib, unaqa holat qilganimiz yo'q. Biz o'zimizni kontrol qilib, o'zimizni bosib turib, o'zimiz nazorat qilgan holda holatni kuzatib, bitta-ikkita ota-onalar qonunbuzarlik sodir qilib, tuhmat, haqoratlar qilgan taqdirda ham o'zimizni bosib turib, o'zimiz nazorat qilib, bu inson psixologiyasida samokontrol degan narsa bor. Samokontrol. Mana shuni har kim o'zida maksimal darajada nazorat qila olsa, qayerda o'zini qanday tutishi, qayerda nazorat qilishi, qayerda bosib turishi, qayerda quyushqondan chiqishini o'zini nazorat qilib biladi. Mana shu tuhmat qilgan, haqorat qilgan holatlarda ham ota-onalari bitta-ikkitasini qonun doirasida javobgarligini qildirdik, tegishli tashkilotlarga murojaat qilib, lekin u yerda biz quyushqondan chiqib ularni haqorat ham qilmadik yoki tajovuzkorlik ham qilmadik yo boshqa holatlar ham biz ham mana davlat tashkilotlarida ishlab turgan davlat xodimimiz. Lekin men o'sha nima degan, Hamdam degan xodimga, Agrobank xodimiga hozir nima harakat qildimki, u quyushqondan chiqib kameraga toqatsizlik qilib uni urib yuboradigan darajada men nima harakat bajardim hozir. Kecha yana bundan tashqari ikkinchi murojaatchi fuqaroga chiqib, meni internetga chiqaribdi, unday qilaman, bunday qilaman degan gaplar ham aytibdi. Osmon qo'lingda bo'lsa tashla, san o'sha Hamdammisan, kimsan? Agrobank xodimi. Ana endi sen bilan dalshi boraman. Betingga bezray turib, ichki ishlar bo'limi binosida kechirim so'ragan joying ham yo'q. Sani o'rniga nabarot boshlig'ing yetib bor, boshlig'ing qayta kechirim so'radi, qayta bosib qilishga harakat qildi, pul tiqishtirishga harakat qildi. Kecha kechirim so'rayapsan, kecha tushuntirish xati yozmaga borganimda ichki ishlar
binosiga yetib borib kechirim so'rayapsan, shunda ham hech qanaqa noto'g'ri harakat bajarmadim. Baribir kechirim so'rayman, deyapsan. Yana o'zingga oqlab. Mendan xatolik o'tdi. Men haqiqatda qonunlarni buzdim. Men haqiqatda ayol kishiga nisbatan, fuqarolarga nisbatan qonunbuzarlik qildim. Haqiqatda prezidentimiz siyosatlariga tupurgan holda harakat qildim. Davlat xizmatchisiga nomunosib tutdim o'zimni. Deyish yo'q. Men hech qanday noto'g'ri harakat qilganim yo'q dedi. Baribir kechirim so'rayman dedi. Ichki ishlar xodimining yonida mana shunday kechirim so'rayapti. Bor, ishingni bajar, men seni kechirmayman. Demak, sen to'g'ri, tavbangga tayanmabsan deb men u bolani jo'natib yubordim. Lekin davlat xavfsizlik xizmatidagilardan iltimos qilaman, talab qilaman. Mana shu Agrobank degan bankni o'zlaringiz shaxsan nazoratga olib, bularning boshlig'idan tortib toki xodimlarga nisbatan xizmat tekshiruvlari o'tkazib, bular tergov tortishlaringizni, bu yerdan korrupsiyani hidi kelayotganini shaxsan men nima qilyapman, shubha gumon qilyapman. Nima uchun bular kameradan qo'rqadi? Nima uchun bular kameradan toqatsizlik qiladi? Nima uchun bular faktlar yashirishga urinadi? Nimadan bular qo'rqayapti? Nimalar yashirishga urinyapti? Nima uchun ishni yopti qilish uchun bular pul taklif qilyapti menga? Mana shu o'sha kungi 18-aprel kuni bizni ichki ishlar binosiga olib ketilganda dastlabki surishtiruv harakatlarini olib borish maqsadida olib ketilgan joyda, o'sha ichki ishlar binosi qabulxonasida kuzatuv kameralarida bu o'sha boshlig'i kim men bilmayman ism familiyasini, o'shani menga pul taklif qilgan holatlari, agar ovozlari zapis qilsa shu nimalar kuzatuv kameralari, u yerda mana shuni internetga chiqarmang, mana shu holati iltimos internetda gapirmang, iltimos siz mana bu shu yerda ishni yopti qilaylik, hal qilaylik, o'zaro kelishaylik, o'zaro gaplashaylik degan pul tiqishtirgan joylari agar ovozlari zabt qilgan bo'lsa, ovozlargacha bor. Bular sizlar tekshirib ko'rishlaringizni iltimos qilib so'rayman, yuqori turuvchi organlar. Bularda juda ham katta bir yashiradigan qanaqa jinoyatlar borga o'xshab ko'rinyapti. Joriy yil 3-mart kuni prezidentimiz o'tkazgan selektor yig'ilishlarida korrupsiya, yashirin iqtisodiyot, mamlakatimiz iqtisodi ildizga bolta urayotganini bot-bot takrorlab aytdilar. Bu yovuz illat bilan kurashishda nafaqat davlat tuzilmalari, balki keng jamoatchilikni jalb qilgan holda harakat qilmasak, bu yovuz illatni yengishimiz qiyin bo'ladi deb bot-bot takrorladilar. Bular nima uchun kameradan qo'rqayapti? Nima uchun kameraga toqatsiz? Nima uchun ommaviy axborot vositalariga nisbatan hurmatsizlik? Nima uchun bular o'z-o'zini yashirishga urinyapti? Bu yerda katta jinoyatlar bor bo'lishi mumkin degan shubha gumondaman. Bilmasang bilib qo'y hamdam. Qonunlarimizda ko'rsatib qo'yilgan har bitta fuqaro, har bitta holatni, har bitta jarayonni syomka qilish huquqiga ega. Qachonki uni shaxsga nisbatan obro'sizlantirish yoki qasddan buzib yo yolg'on axborot sifatida yoki boshqa sha'an va qadr qimmatini kamsitish maqsadida tarqatsagina uni javobgarligi bor. Nima uchun o'rtadagi bo'layotgan syomkadan bunchalar qo'rqding? Nima uchun kameraga unchalik qarshilik qilib, nima uchun meni shaxsiy mulkimni tajovuz qilib, nima uchun urib, qasddan shikast yetkazib, yana undan tashqari ichidagi nimalari, syomkalari, san videolari nima uchun qasddan o'chirib tashlading, dalillari. Qasddan o'chirib tashlading. Har bitta holat uchun javob berasan. Hurmatli yuqori turuvchi tashkilotlar, mana shu Agrobank xodimlariga nisbatan, Agrobank boshliqlari, xodimlari hammasini xizmat faoliyatini tekshirib, taftish qilishlaringizni, nazoratga olishlaringizni shaxsan iltimos qilib so'rayman. Mana bu yerda katta bir jinoyatlar bo'lishi mumkin. Mana bu yerda prezidentimiz aytgandek kattakon bir korrupsion o'yinlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Budjet pullari, bank pullari talon-taroj bo'layotgan bo'lishi mumkin. Xizmat vazifalari suiiste'mol qilinayotgan bo'lishi mumkin. Har qanday holat bo'lishi mumkin. Shu uchun mana shu holatlarga aniqlik kiritish maqsadida mana shu Agrobank ustidan ish qo'zg'ashlaringizni iltimos qilib so'rayman. Hamma salomat bo'lsin.